Xayrlik şembiler bolsun. Bütün dünyadaki barlık vatan söygen, millet söygen bulupmu mening milletimdek, Uyg'urimdek necha 10 ming yillik tarixga ega eng qadimiy millat. Xitoydek bir yovuz maxluqqa sadichin sepilini so'qtirgan o'zininki jangovar ruhi, kurashchanlik ruhi, egilmas ruhi, jangchi ruhi bilan Xitoydek bir millatga sadichin sepilini so'qtirgan, dunyoning yerimini olgan Chingizxon hukmronligining bütün davlat apparatlarini va yezig'idan tortib hammani ijod qilgan. Hatta bugün Türkler dünyaya 800 yıl hükümranlık kıldık devaltırıp puatıdığan Osmanlılar İmperiyasının bütün devlet aparatlarının şekillenişte hal kılgıç rol oynayan mening milletim, büyük milletim, uzun tarih ega, egilmez, jangovar ruh ega milletimning aziz tilini tushundigan bütün dünyadaki barliq vatan söygen Uyg'ur qarindoshlar va Uyg'urning tilini tushundigan barliq vatandaşlarga mendin şembilik salam qarindoshlar. Bunda desem Uyg'urni maqtab tushib ketdi deb o'ltirib andish qilib ketmanglar. Xitoy va Xitoy tilli Xitoy tashviqot idorasining xizmatini qilayotganlar. Bugun dunyo e'tirof qildiki, Xitoydek 1,5 milliard aholiga ega bo'lgan millatchilikda, dinsizlikda, yovuzlikda chekiga chiqqan 1,5 milliard nüfusga ega bo'lgan yovuz kishining oldida mening millatim Uyg'urimdek tik turayotgan dunyoda yana bir millat yo'q. Bu reallik, bu paket. 1,5 milliard Yajuj Majujning oldida dunyoda hech qanday yordamsiz, faqat va faqat o'lish orqali o'zining aziz tini, o'zining aziz jini, aziz bad qinini hammasini Xitoyga qarshi qo'yish orqali Xitoydek yovuz millatning oldida tik turayotgan mening millatimdir, mening Uyg'urimdir. Agar uningdan boshqa bir kuch bor desa, menga deb beqing. Meningcha sizlar deyamaysiz. Men 15 yildan bir sen uruklar bilan birga ishlab kelyapman. Biz Xitoydek bir yovuz maxluqqa o'zimizning aziz tini orqali dunyoning yordamisiz o'zimizning qon, jon badli orqali mustaqillik va hayotlik mujohadasini qilyapmiz degan vaqtning o'zida Yugoslaviyadan, dunyoning har yeridan kelgan, hatto Angliyadan kelgan nurg'un insonlar shundoq deydi. Bu mumkinmi deydi. Xitoydek 1,5 milliard ega bo'lgan aholi bir qator og'zini ochgan vaqtning o'zida Avstraliyaga kirib ketadigan bo'lsa, sening millatingni avayla yutib olmamdi, yeb ketmamdi da shunday dedi. Yedi, bak ko'p yedi. Ammo yana mening millatim yana tik turyapti deb men shunday javob berdim. Yana Yugoslaviyadan kelgan bir turkum insonlar menga shunday dedi. 1,5 milliard aholiga ega bo'lgan Xitoylar bir vaqtingizda sakrga vaqtingizda yarashar mundaq domlab tushdi. Biz şunudan qo'rqamiz degan vaqtimizda sen qo'rqsa tabiiyki biz mening millatim, mening Uyg'ur millatim hech bir zaman Xitoydek bu millatdan qo'rqqan emas. Bugunmi yana oldida tik turyapti, burunmi tik turgan va buningdan keyinmi tik turdi dedim. Yana ba'zilar menga savol qo'ydi, shunday savol qo'ydi. Masalan, Olimpiyani boykot qilish jarayonlarining o'zida Xitoyning yanada turayotgan butunlay Ston, Paskiniston, Kapristanlar bo'lganligini ko'rib o'tirib, seni dunyoda mushundaq millating musulmonkan, musulmon dunyosi qo'llangan ahvol ostida Xitoyga yeyilib ketmamdi degan vaqtimizda men ularga shunday dedim. Navada mening millatimni dunyoda ashundaq Ston, Paskiniston, Kapristanlar Xitoy bilan hamkorlashib yo'qotmoqchi bo'layotganligini aniq, ro'shan, pok turdi. Ammo yana dunyoning o'zida sana o'xshash, Amerika, Yevropaga o'xshash va dunyodagi eng kuchli millatlar, ya'ni mening millatimning yanida turyapti. Uningdan boshqa yana mening millatim tayinib kelayotgan burundan tortib qalbida mangu Xitoyga qarshi o'chmas bir kurashchanlik ruhini ichida saqlayotgan va qarshi qo'llanayotgan mening millatimning yana Allohi bor deb turib shunday javob berdim qarindoshlar. Shunday deymanki qarindoshlarimiz, millatingizni so'ying. Mening millatimdek dunyoda uzun tarix ega. Bundaq bir jangovar millat dunyoning hech qanday bir yerida yo'q.
Bulupun 1,5 milyard yecucu mecucu Xitayların aldıda tik durvatkan yanıla mening milletim, mening Uygurumdur qeyrindaşlar. Uygurni söygenlik, Uygurning vatanini söygenlikdir. Uygurni söygenlik, Uygurning Xitay qarşı turuşdaki mengülük, jangovarlık ruhini söygenlikdir qeyrindaşlar. Bugün mening sizlarga so'zlaydigan temam asosliq ikki nuqtada bo'ldi. Qeyrindaşlar, bir bizniki dava deydi. Mushu tashqi dunyoga chiqqandiki buni dava deb atib olgan. Men buni mustaqillik kurashi, Uyg'urning mustaqillik kurashi deb turib olaman. Bundan keyin shunday so'zni ishilchiqqa men bu odatliman. Ya'ni bizning mustaqillik kurashimiz, ya'ni boshqalarning tilida davatgan, atalmış Türklarning og'zidan so'zni elib o'tirib, o'zining tilida unidan kuchli bo'lgan so'zlar tug'a vaqtimizdami, shu ishiltayotgan qeyrindoshlarning tilidagi davaning yo'linishi o'zgarib ketdimi degan bu bir tema bo'ldi. Ikkinchidan, andin ben şu dünyada yüz berayotgan mühim meselelerni, xabarlarni qisqacha xulosalab so'zlab o'taman. Ko'pchilik vatandoshlardan kelayotgan asosliq diqqat nazari yana qayerda bo'lyapti degan chaqda, yana Ukraina masalasiga markazlashib qolyapti. Şunu men bu Ukraina masalasi to'g'riliqmi azroq so'zlab o'taman qarindoshlar. Buningdan burun bu temaga, mush ikki temaga kirishdan avval o'zim mush bir hafta jarayonimizda xatirlab qo'ygan bir hafta ichida yuz bergan asosliq voqealarni men ko'pchilikka so'zlab o'taman qarindoshlar. Ko'pchilikka men o'qib o'taman buni. Men o'zim xatirlab qo'ygan narsalar. Buning manba hammasi har yerda turdi. Bu hafta ichida yuz bergan muhim voqealar qarindoshlar. Bir, o'zinglar bilasizlar, dunyoda o'zinglar bilasizlar, 2-oyning 4-kuni Xitoyda irqiy qirg'inchilik olimpiyaga boshlangan vaqtimizda Vladimir Putin apandim shu vaqtimizda shu olimpiyga qatnashishga borgan 25 davlatning ichidagi eng kuchli shaxslarning biri. Vladimir Putin apandim nima uchun borganligini o'tgan suhbatda deb bo'ldik, ammo yangidan oshkorlangan bu xabarlar asoslangan chaqda Vladimir Putin apandim Xitoyga eng kuchli bo'lgan 4 turlik shartni o'tirib qo'ygan. Bu 4 turlik shartlarning hammasini turdi, buni deyishning hojati yo'q. Buni deb kelsak o'ltirib bizdan balkim Xitoyni bek yaxshi ko'radigan insonlarimiz o'lib qolishi mumkin. Shuning bu to'g'riliq bu xabarning 4 turlik mazmunini amaliy jarayoniga asosan biz millatimiz bilan barobar o'rtaq kuzataylik. Ko'rib turibsizlar, bizning andish qilganimiz Xitoy bilan Rossiya birlashib olamdi degan tema edi. Ammo Vladimir Putin apandimniki Xitoyni ta'tilgan har turli kelishimlar va 4 turlik talabni, qattiq talabni Xitoy hokimiyatining oldiga qo'yishi, ya'ni Xi Jinping oldiga qo'yishi Xitoy va Xi Jinping hokimiyatini qattiq bearam qilgan. Shunga Olimpiyaning ochilish murosimi qarsanglar, Putin apandim ayrim bir yerda tug'anligini ko'rsizlar. Ve yerim günlük söhbetin içinde naitizlar olimpikten ayrılganlığını görsünler. Demek ki bu yerde Vladimir Putin efendiminin məqsidi Xitayga alaydan güç verip ben Xitay bilen məngülük bir degen signal emas, del aksçe Xitayning jenini aldığan fikir ve şartlar bilen bağlılığı bu astasda oturuq çıkmadı qarindoshlar. Endin ikkinchi xabarimiz qaysi degan chaqda Amerikadagi Cumhuriyetçiler Partiyasi, ya'ni bu bir qarorni ma'qullash oldida turayotgan qarindoshlar. Ya'ni Cumhuriyetçiler Partiyasi Xitoy kommunistik hokimiyatini o'z ichiga olgan Xi Jinping xalq qurultayidagi barliq 2000 ga yaqin 2000 ga yaqin xalq qurultayidagi butun a'zolarninki shu rahbarlarning tashqi dunyodagi barliq mol mulklarini to'ntish haqida qarornoma, ya'ni bu qarorni qonunni ma'qullashninki suhbat munozirasida bo'lgan qarindoshlar. Bu biz uchun aytgan vaqtimizda intayin muhim xabar qarindoshlar. Chunki Xitoy hukumatini sizlar yaxshi bilasizlar, Xi va uning atrofidagi bu qaraqchilar, banditlar guruhi o'zining mushu xalqqa saladigan Uyg'urga bo'lsin, Tibetga bo'lsin, Hong Kongga bo'lsin va yoki o'zining Xitoyga bo'lgan barliq razilliklarning hammasi puldan iborat bir razil niyat edi. Ular to'plab olgan g'oyat zo'r mablag'larni hatto o'zi boshqarayotgan
Xitoy hokimiyatining o'zining banka sistemlariga ishonmay, bularning mol mulklarini Amerika, Yevropadagi davlatlarga u yerda saqlayotganligi hammamizga ayon, bu sir emas. O o'zining ballalarini, urug' tuqqanlarini tashqi dunyoga chiqarib o'tish orqali shu mol mulkini saqlab qolib, o'zi dedik ya, Xitoyda o'zi hukmronlik qilayotgan kompartiya sistemasi ostidagi bankchilik sistemlariga ishonmagan, ya'ni tuyuqsiz o'zgarib ketib qolgan vaqtida pulidan ziyon tortadiganligidan iborat bu reallik o'tirdi turgandan keyin Xitoylar qanday qilgan degan chaqda mol mulklarning hammasini tashqi dunyoga yerlashtirganligi. Endi mushu ikki partiya birlashib bu qonunni o'tib, Amerika Joe Biden efendim buni imzo qo'ygan avasida g'oyat zo'r bir cho'ng bir ish bo'ldi. Kompartiya a'zolariga nisbatan g'oyat zo'r bir besim shakllandi qarindoshlar. Mol mulklar to'ngdi degan gapning o'zida chiqdi. Demak, ularning jonlari to'ngdi degan gap chiqdi qarindoshlar. Xitoyni o'kiritayotgan narsa mushu pul edi. Endi undan boshqa yana Xitoylar Amerikadagi vaziyatniki yana yuqorilaydiganligini ko'rib turyapmiz qarindoshlar. Hem biz bunu biraz kengaytib, dünyada başka meselelerge seliştirip kelgan vaqtida mana shu Xitoy Kompartiyasining amaldorlarining mol mulkini musodir qilish va to'ng'itishni iborat bu siyosatni dunyoda boshqa liderlarga, başka mesela İran'daki mesela Qasım Sulayman'ın alaylı aşındaq kuchlarga selishtirgan vaqtimizda bunun orqa tarafini yeni mi yishib kelgan vaqtimizda Xitoy hukumat amaldorlari uchun qo'rqinchli bir narsa shakllandi. Masalan, ayni vaqtida İran amaldorlariga jazo yurgizish jarayonida Amerika hukumati masalan Suriyada terroristlarni qo'llagan ishga urushga, Suriyada ishga urushga aktiv hamkorlashgan Qasım Sulayman'ı aşındaq jazolarni yurgizgan. En ahırda oturup Irak'ta mıda havadan uçup keldiğen bir drone deydiğen narsa var. Uçsuz aeroplan bilen Irak'ta benim bilişimçe 2019 yılının 5'i dep hesaplayma. 2019 yılı Trump hakimiyeti devredeki vakitinizde Qasım Sulayman'ın üstüge Irak aeroportunda bangıtı bir bombuna oturup tozdu etken qarindoshlar. Navada bu embargo jazodan yeni alqıp ütüp Muşundaq ahvallarni biz bo'lmaydi diyemeymiz qarindoshlar. Çünkü bu kompartiyaning rahbarlari jazoni ustiga jazo kelyapti. Mesela aynı vaqtida Chenchuan Gug'umi jazo yurgizgan. Uyg'ur davlatidagi Uyg'ur millat va boshqa millatlarga jazo yurgizayotgan, mushu zulm selayotgan, irqiy qirg'inchilik qilayotgan Chenchuan Gug'umi jazo yurgizgan vaqtimizda darhol Xitoy hukumati uning o'rnini boshqa yerga almashtirgan. Hozirgi Mashinruy deymizmi, shu Xitoyning o'rniga tegishtirgan, almashtirgan. Endi bundaq vaziyatlarni kelib chiqmaydi diyemaymiz. Çünkü Xitoyning bugungi vaqtimizda erkin azodi berib keldigan yo'li, Qozog'iston, Qirg'iziston, ya'ni bizning atalmış Turkiya degan bizning qiynimiz, jenimizda o'tirib pan-turkismni tashviq qildigan, idisi chirib ketgan, idisi xaloq, maxluq insonlarning tashviqoti bo'yicha bo'lgan vaqtimizda, masalan, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Pokiston va yoki Saudiya Arabiston degandek Stan, Pokistonlarning davlatiga va shu Xitoylarning amaldorlari va yoki bir yerga kelib qolgan vaqtimizda ustida o'tirib drone bilan o'tirib bangit qo'yib etib qolishchi. U vaqtimizda bizning Xitoy Kompartiyasini yaxshi ko'radigan bu qarindoshlarimiz mencha o'lib qoldi deb o'ylayman, ular bilan barobar. Mencha bundaq reallik ahvolinki vaziyatning o'tkirilishiga vaziyatning texnik keskinlashishi orqali men bu reallikni cho'qim bo'ladi deb o'ylayman. Chunki bugungi dunyodagi kuch Amerika Xitoyga selishtirgan vaqtning o'zida g'oyat zo'r bir kuchga ega. Xitoy Amerikaning oldiga selishtirgan chaqda bir balo u. Mayli armiya jihatdan qaysi jihatlarda bo'lsin qarindoshlar. Endi uchinchi qatimliq bu o'tirg'i chiqayotgan xabar rost bo'lishini umid qilamiz. Masalan, Amerika hukumati yana yuqorqi qonundan boshqa Xitoy amaldorlarini jazolash qonundan boshqa, mol mulkni to'ng'itishdan boshqa yana uchinchi bir qo'shimlarlik bir xabar kelyapti. O qaysi xabar desanglar, Amerika hukumati ayni vaqtda xabaringlarda bor, Trump davrida Xitoyga savdo urushi boshlatgan. Bunu hazır Biden hakimiyetimi bunu davamlaştırıp geldi. Bunu üzüp koygun yok. Endi bu mu yetmedi? Xitoyning qaq belidan o'ngshaydigan bu mu yetmedi deb qolgan bo'lish kerak.
hem qığınını o'ylig'ini to'g'ri deb o'ylayman. Xitoyga ikkinchi qatimliq uningdan kuchlik bo'lgan g'oyat bir savdo urushi boshlashning ehtimolligi bu yerda o'tirdi chiqyotidi qarindoshlar. Shundoq bo'lishini umid qilamiz. Shundoq bo'lishini umid qilib. Buningki sabablarini har turli yeyishyotidi. Masalan, Bayden hokimiyati ham bunidan kuchlik bo'lgan Xitoyga yana savdo urushini qanday boshlaydi, nima uchun boshlamoqchi deganda, masalan, Amerikada shu har 4 yilning ichida o'tir mezgillik bir saylam bo'ladi. Mushu saylam yiqilishyotidi, masalan, bu yil bo'lmoqchi. Mushundaq vaqtimizda Bayden hokimiyati yanada o'tirib eng yuqori ustunlikka erishish uchun ashaddiy o'tirib, mushu bizga Uyg'urlarga, dunyoga ofat bo'lgan Xitoylarga mushu ikkinchi qatimliq savdo urushini boshlash orqali deb yeyishyotidi, boshlash orqali Xitoyga zarb berish orqali yanada o'tirib bu mushu o'tir mezgillik saylamda yuqori natijaga erishishni maqsad qilyotidi deb shunda deydi. Bu qaysini maqsad qilsin, ammo bu to'g'ri maqsad, to'g'ri ish. Xitoyda bu razil hokimiyatga qancha tiz bo'lsa, uningdan kuchlik savdo urushi bo'lamdi. Qanday urush, masalan, savdo urushini boshlatsa, bu biz uchun foydali deb o'ylayman qarindoshlar. Endi yana bir xabarimiz, Bayden hokimiyati masalan Ukrainadan o'zining fuqarolarini chekindirishni talab qilgan deb shuni deydi qarindoshlar. Demak, bu yerda bizning mediada har turli taqilayotgan Ukrainada jang chiqamdi, avmo deganniki alomatlari bu yerda ko'rinyotdi qarindoshlar. Masalan, Amerika Bayden hokimiyati o'zining fuqarolarini Ukrainadan chekinishni, masalan, Afg'onistonda chekingan vaqtida tuyuqsiz chekinish jarayonlari o'tirg'i chiqqandan keyin buningdek bir voqealarni o'tirg'i chiqmasligini oldin elishni o'ylagan bo'lsa kerak. Amerika fuqarolarini Ukrainadan chekinishni talab qilgan qarindoshlar. Endi yana bir xabarimiz, masalan, bu yerda davlat Amerika prezidenti Bayden navada Ukraina bilan buni xabarda oldim. Ukraina bilan bo'lgan jang chiqqan vaqtimizda bu bir dunyo urushidan derak berdi deb shunda deydi qarindoshlar. Biz bilmaymiz. Siyosiy yo'llar har turli so'z kirgan chaqda har turli siyosatni qo'llandi. Cho'qim uning deganlari qayerdan qayergacha bo'ldi biz bilmaymiz. Bu xabar qatim sifatida yetkazib qo'ydik qarindoshlar. Undan boshqa yana muhim xabar ba'zilarimiz tushundim. Masalan, 6 dona Rosninki qirg'ichi paraxodlari Qora dengizga kirgan qarindoshlar. Qora dengizda bu yerda 6 dona bu Qora dengizga kirgan Rosninki qirg'ichi 6 dona urush paraxodi qarindoshlar. Bu xabarimiz demak shu Ukrainaga munosabatlik deb chiqarsanglar bo'ladi qarindoshlar. Yana ba'zi chiqayotgan xabarlarda bu yerda ikki turli o'xshamaydigan xabarlar chiqdi qarindoshlar. Men buni ko'pchilikka o'zimning o'nglig'ini yetkazib qo'yaman. Masalan, TLF guruhninki Hindistonning guruhlarining xabarda bu yil Xitoy kommunistik hokimiyati halok bo'ladi deb shunda desa, yana ba'zi chiqayotgan medialarning o'zida dal buning aksiga o'tirib Xitoy hukumati 2027-yilga kelgan vaqtimizda dal Xitoy kommunistik hokimiyatining Xitoy kompartiyasining qurilganligining 100 yilligi to'shqan vaqtning o'zida Tayvanga tajovuz qildi. Bu yerda o'tirib bir dunyo urushida bir cho'ng urushlar kelib chiqdi deb o'tirib mushundaq tahlil qilyapti. Qaysi to'g'ri, qaysi xato biz bilmaymiz qarindoshlar. Avvalo biz o'tirib 2027-yilni saqlamay o'tirib, masalan, bu yilning ichida meningcha bu vaqtda Xitoy hokimiyatining yiqilib, bizning mustaqillik yo'limiz uchun bir chiroq hamma narsaning echilishini, Tibet, Hong Kong, Tibetliklarmi mustaqillik yo'lida bir chiroqning yorishini biz umid qilamiz. Ammo dunyoning siyosati, dunyoda o'zgarayotgan siyosat qaranglar, bir odamning bir degani bo'yicha bo'lmaydi. Biz bu reallik amaliyotni ko'ramiz qarindoshlar. Endi bizniki ikkinchilab shu ko'plagan qarindoshlarimizning asosliq temamizga kelsak qarindoshlar, xabarlar, xabar bo'yicha temamizga kelsak qarindoshlar, millatimiz bu yerda Ukrainada vaziyatida, Ukrainada bu o'zgarishlar bo'layotgan vaqtimizda millatimizning diqqat nazarisi bir shu hamon bir Ukrainaga markazlashyapti. Biz bunda qilsak bo'lmaydi qarindoshlar. Bizning bir asosliq qiladigan bir da'voyimiz bor. O da'voyimiz biz kechkunduz o'tirib bizning bu irqiy qirg'inchilik va mustaqillik, ya'ni Uyg'urga yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtat va Uyg'urlar mustaqillik talab qilyapti degan bu da'voyimizdan boshdan oxir o'tirib boshqa siljisak bo'lmaydi qarindoshlar. Ukrainada masalan Suriyada ish chiqqan bo'lsa, butun diqqatimizni o'tirib Suriyaga qaratib qo'ysak,
Mesela Afganistan'da iş çıkan bo'lsa, bütün diqqatimizni davoyimizning yo'nalishini o'zgartirib o'tirib biz Afg'oniston qaritib qo'ysak, endi Ukrainada ish chiqqan bo'lsa, shu hamon o'tirib bütün diqqatimizni Ukraina qaritib qo'ysak, bizning bu mustaqillik kurashi va erkiy qirg'inchilik davoyimizdan iborat bu siyosiy kurash nuqtamizdan egib ketgan bo'lamiz qarindosh. Shuning uchun biz bu yo'lni takror davomlashtiramiz qarindoshlar. Takror davomlashtirishimiz kerak. Xo'sh, unda qolgan bo'lsa, men qisqacha xulosalab deb beray. Masalan, mening o'rganganim bo'yicha Ukraina urushi portlagan vaqtimizda qaysi taraflarga eng jiq ziyon bo'ldi, kimni ziyonga yetkazdi deganni men qisqacha o'tirib tushuntirib beray. Qolgani amallar reallik ko'rsatsin qarindoshlar. Bunu da meningki diqqat qilgan nuqtam qaysi desa, masalan, Ukraina xalqi bilan Rus xalqi bir xalqmi, bir xalq emasmi, bu men qiziqadigan nuqta emas. Masalan, Vladimir Putin deydi, Ukrainalar bilan Ruslar o'tirib bir millat deydi. O'ylab boqinglar. Shunday degan hamon Ukrainaning prezidenti Zelenskiy o'tirg'i chiqib nima deydi? Men sen bilan bir millat emas. Navad ishkimiz bir millat bo'lgan bo'lsak, nima deb Moskvada lapildayotgan bayroq bilan Kiyevda lapildayotgan bayroqning rangi hech nimasi o'xshamaydi deydi. Men qaranglar, bu millatchilarning degan so'zi. Bu menga nima uchun ta'sir qildi degan vaqtimizda, masalan, o'zimizga olaylik, bizga olaylik. Biz navada mustaqil davlat bo'lgan bo'lsak, xuddi Rossiya hukumati Ukrainani sen bilan bir millat, men seni qo'shib olaman degan chaqda tik turayotgan Ukrain millatchilari ana shunday keskin javobni beryapti. Sening Moskvada lapildayotgan bayrog'ing bilan mening Ukraina Kiyevda lapildayotgan bayrog'imning shakli hech nimasi o'xshamaydi. Sen, men deyapti. Mana bu o'zining mustaqillik turgan buyuk millatchilikdir. Bunun hech qanday bir yomoni yo'q. Navodi biz buni o'tirib Uyg'urlar mustaqil bo'lib, masalan Turkiya va yoki Qozog'istondagi bir davlat, masalan Turkiyani misol qilib, sen bilan biz bir millat degan vaqtning o'zida hozir o'zini Uyg'ur deyishdan o'ylayotgan va Xitoy g'alchilari shu hamon ishton ko'ynaklarini silib Turkiya qartib beradi deb o'ylayman. Ya, undaq emasmi ya? Undaq bo'lmagan bo'lsa, bugun chiqayotgan ishlarga kelgan chaqda Uyg'urning siyosiy kelajagi, Uyg'urdinki erkiy qirg'inchiligi, Uyg'urlarning o'zining mustaqil davlatini qurish va asli keltirishni bar egilik huquqini talab qilayotgan bugun kunning o'zi kelgan vaqtida Uyg'urlar haqida o'tirib, masalan, Uyg'urlar dunyoda davlat qurmagan, Uyg'urlar degan ismni o'tirib Stalin qo'yib qo'ygan, Uyg'urlar bo'lmagan millat, Uyg'ur davlatining qurilganligi, Turpanda qurilgan Uyg'ur nomida qurilgan davlatlarning bütün ismlarining hammasini tushirib o'tib o'tirib, bu Uyg'ur kimligiga qarshi chiqishning o'zini siz qanday tushunasiz? O'zingizni Ukrainadagi Zelenskiy, Ukraina millatchilari qo'yib qo'ygan vaqtimizda bu hozir chiqayotgan suhbatlarni nima deysiz, qarindoshlarimiz? Anda bo'lgan bo'lsa, Ukraina xalqi Rossiyaga qarshi urushmasligi kerakmi? Dunyoda bir millat degan gap bo'yicha o'tirib, bir xalqning zaminiga bostirib kirib, bu qiladigan ish bo'lgan bo'lsa. Bu yerda qarindoshlar, dunyoning tarkibi etnik, milliy kimlik bo'yicha yuridi. Shu bo'yicha davlat qurdi, shu bo'yicha da'vo qiladi. Bu 100 yil burungi ahvol emas, jo'grafiylik sharoitga asosan o'tirib da'vo qiladigan da'vo emas. Hozir dunyoda bir millatning etnik kimligi bo'yicha uning yo'qotgan davlati va uning yo'qotib qo'ygan bo'lsa, uning mustaqilligini asliga keltirish huquqini da'vo qiladigan bugun da'vo sistemasiga hamma ishni ichib beryapti qarindoshlar. Bunu bundaq tushunishimiz kerak. Navadi bizning millatchilarimiz, zaten bizning tashqi dunyoda millatchilik yo'q. Zelenskiyning ro'yi qarab baqsanglar, ana shu. Endi Ukrainaning baslisi kelsak, ana shundaq bir millat deb o'tirib, buni o'tirib o'ziga yutib olmoqchi va yoki o'tirib bu orqali NATOning bu Rossiyaning chegarasiga kengish planiga Putin hokimiyati mush orqali javob beryapti. Mayat etgan vaqtning o'zida qarindoshlar, mayli Rossiyadan qanchalik foyda kelsin, kelmasin, bizga reallik ahvol shu. U Litva, Latviya, Estoniyaga o'xshash xalqlarning o'zi xalqan NATOga a'zo bo'lish ularning huquqi. Buni masalan Putin hokimiyatimi bundaq bir besim shakllantirishning o'zi xato. Balkim uning biz yuqorqi suhbatlarimiz degandek Putin hokimiyatining tubki maqsadi Charliq Rossiya imperiyasini asliga keltirish dedik.
Muşu nuqtaning o'zida Rossiya hokimiyati siyosatni yurgizyotidu. Qaysi to'g'ri, qaysi xato, biz buningga o'tirib taltukis javob berish mening vazifam emas. Endi navoda mushundaq urush kelib chiqib qolgan vaqtingizda ziyon kimga bo'ladi? Eng ko'p ziyon kimga bo'ladi degan vaqtingizda Ukraina xalqiga bo'ladi eng jiq ziyon. Albatta, mustaqillik uchun, o'zining egiligi uchun har qanday xalq badal to'laydi. Ular badal to'laymiz deyotdi. Mesela hazır Ukrayna xalqiga hazır odatli qurollarga qanday qurol etish, bularning hammasini mashq jarayonlarini o'rgatyapti. Amerika hukumati mo o'tirib necha kunning ichida Ukrainada jang chiqadi deb o'tirib, urush chiqishi mumkin deb o'tirib ogohlantiryapti. Yana fuqarolarni tatib ochishni, chekinishni deyapti. Ham shunday holatda meningcha urush chiqishining ehtimolligi yuqoridek ko'rindi qarindoshlar. Navoda mush urush chiqqan vaqtning o'zida bu yerda xuloslab o'tirib turib biz shunday degan vaqtning o'zida qarindoshlar ziyon tortadigan kuch, foydaladigan kuch, qaysi jiq foydaladi, qaysi ziyon tortadi, biz buni hammani bilib ketmaymiz. Ama bir coğrafiyalik cihetini etken vaktimizde bunun için en çok ziyan tatlıdığın qaysidir? Ukrayna halkı ziyan tatlıdır. Bunun da işkinciler ziyan tatlıdır diye vaktimizde Türkiye en çok ziyan tatlıdır da oylayma. Bu benim düşüncem. Çünkü siz oylap bakın, karşısınız bir yerde Rusya'dan ötken vakti Rusya mesela Ukrayna'nın işgal kılan vaktimizde bu yakıl karşısınız Karadeniz var. Karadeniz demeklik Türkiye demektir. Bu vaktimizde dünyadaki en çok güç, mesela benim düşüncem dünyadaki en güçlü güç Putin hakimiyeti ve Rusya hakim güçlü güç Türkiye bilen karşılığı Türkiye bilen bir çigiranın içine kep kaldı degan gap bo'ldi qarindoshlar. Karadenizdin içinde çigiralışıp kaldı degan desek, çigiralaştı. Demek o yerda o'tirib qarama qarshi holatga kelib qoldi desek bo'ldi. Demek bu yerda masalan Erdo'g'anning shu olimpikdan burun 2-oyning 3lari atrofida 2-oyning 3si Ukrainani ziyorat qilishi bu yerda aniq belgi beryapti. Rossiya bilan chegirinib qolmaslik uchun Rossiya Ukrainani egilik huquqini saqlab qolish uchun Turkiyaning NATO bilan barobar yoki Turkiyaning boshqa kuchlar bilan barobar Ukraina xalqi bilan barobar Rossiyaga qarshi jang qilishning ehtimolligi yuqorida ko'rinyapti. Chunki Turkiya shunda qilmisi bo'lmaydi. Chunki Rossiya bilan chegirinib qoldi. Bu dunyodagi ikki kuchli Turkiyaning kuchi bor. Cho'ng kuchlar har zaman o'tirib o'ttirisda bir davlatni fasil qilib qo'yib qo'ydi. Qarindoshlar. Putinning masalan tutgan strategiyasini ko'rdingiz, ana o'zi Panturkis bo'lgan Nazarboyevni bir kun ichida ag'dirib butunlay o'tirib rus tilida so'zlaydigan Qozog'iston rus tilida so'zlaydigan sistemaga akeldi. To'qayevni ochiqdi. Masalan bu o'tgan haftaning ichida To'qayev bilan nihoyat qizg'in, nihoyat jonliq ko'rishdi. Hozir qarsak Ukrainaga Qozog'istonning, Qirg'izistonning ashna askarlarining aşağı to'kilganligining ahvollari chiqyapti qarindoshlar. Bu yerda minut bo'lgan vaqtimizda birinchi Ukraina xalqi ziyon tortdi, ikkinchidan Turkiya bilan Rossiya navoda Rossiya g'alib qoldi Ukrainani to'liq avog'imizda bu Qaradengizga tushdi. Qaradeniz bir xatarning ichiga kirdi qarindoshlar. Qaradeniz xatarning ichiga kirdi degan gap So'd yo'liga har turli dunyoda ep borayotgan So'd yo'liga ta'sir ko'rsatdi. Qaradengizning egilik huquqini kontrol qilib oldi degan gap Rossiya moyatda qoldi. Bu Oqdengizning rolini kuchini kontrolga elib oldi degan gap chiqdi qarindoshlar. Türkiye kösanlar Karadeniz bilan Aqdengizning o'rtasidagi davlat. Bu mening tushunchem Türkiye'nin menfaatiga eng jiq ziyon yetkazdi deb o'ylayman. Endi undan boshqa masalan ikki davlat o'tirib Rossiya bilan Ukraina so'qishib bu yerga Turkiya kirgan vaqtning o'zida qanday bo'ladi deysanglar qarindoshlar. Turkiyaning ochliq mahsulotlarining 50%dan ortig'i yana Ukrainadan kirgizdi. Gaz yana Rossiyadan kirdi. Balkim gazni kesib o'tish mumkin. Gaz Rossiyadan kirdi. O'ylab beqinglar. Masalan, Turkiya ishlab chiqarayotgan hozirgi o'zi va kelgusida kelishtirmoqchi bo'lgan qirg'ich qurollar, har turli motorlar Ukrainadan kirdi. Bu o'tirib bu yerda aytgan vaqtimizda ashunga ziyon yetadi deb o'ylayman. Masalan, Putin apandimmi shu sababdan o'tirib chiqdi. Qozog'istondagi Nazarboyev, Panturkis bo'lgan Nazarboyevni og'dirib o'tgandan keyin Turk birligi deganni qursak, biz quralaymiz. Ey Turkiya, sen qurolmaysan. deb o'tirib degan yermi bu yerda o'tirib Turkiyani sen mushu Panturksim ideyasi orqali Kavkaziyaga bizning rayonimizga kengayolmaysan degandan boshqa narsa emas qarindoshlar. Undan boshqa ziyon bo'ladi deb aytgan vaqtimizda ziyon bo'ldigan chaqda Xitoyga ziyon bo'ladi qarindoshlar. Bu mening tushuncham.
Xitoyga ziyon bo'ldi. Chunki Xitoymi oldingi suhbatlarda degan, Xitoymi o'zining ko'pligan oshliq mahsulotlarini o'zini o'zi ta'minlayolmaydi, Ukrainadan akirdi. Ya'ni motor qatorliq qirg'ich qoralarning motorlarini yana Ukrainadan akirdi. Yana birisi Ukraina mushu Sharqiy Yevropadagi Xitoyning Ipak yo'lining muhim bir tugun markazi. Tugun markazi. Shundoq bo'lgan ekan, bu yerda Xitoyning manfaatiga jiq ta'sir yetkazdi deb o'ylayman. Masalan, Xitoy o'tirib, Rus taraf turib, masalan, Xitoy Rus taraf turib Ukraina urushini qo'llagan vaqtimizda Amerikadan ikkisiga baravar jazo keldi. Rossiyaga o'rtaq jazo keldi, Xitoyga o'rtaq jazo keldi. Bu yerda Xitoyning ba'zi qarindoshlarimiz deydi, Xitoyning tubki strategiyasi undaq bo'lgan bo'lsa, o'zining chegarasiga yaqinlashayotgan bu urushni Ukrainaga markazlashtirish qurish orqali o'zi bu yerda xotirjam aram elvatamdi degan savollarni o'tirib qo'ygan qarindoshlarimiz bor. Xitoy uchun qilishda urush qilish emas, tinch bo'lish Xitoy uchun eng jiq foydali qarindoshlar. Xitoy dunyodagi eng ko'p eksport davlati. Hem yeni birisi mushu jang bo'lish ehtimolligi bo'lgan rayonlarda bu Xitoyning Ipak yo'li strategiyasi o'tidi qarindoshlar. Bu yerda Xitoyning degan gap bo'lish kerak. Shu davlatlardagi hokimiyatlarni, diktator hokimiyatlarni setib olish orqali u rayonlar muqim bo'lish kerak. Undaqda Putindek bir shaxs chiqib, u yerga o'tirib, Xitoyga o'tirib, masalan, to'rt turlik talabni o'tirib qo'yib, Xitoyga kuchlik o'zining fikrini o'tirib qo'yayotgan bir Putindek bir kishi Ukraina kontrol qilib olgan vaqtimizda Xitoyning manfaatiga eng jiq ta'sir yetadi qarindoshlar. Bu mening tushuncham. İkinchilar Putin efendim qanday qildi degan vaqtimizda bu Putin efendim Ukraina olgandan keyin ikkinchilab hozir shu o'tganki Fransiya prezidenti Macron kelgan vaqtimizda oshkor o'tirg'i qo'ydi. Masalan, Qarabog' masalasini o'tirib qo'ydi. Qarabog'ni o'tirtirib men mustaqil davlat qilaman degan narsalarni o'tirg'i qo'ydi desanglar bo'ldi qarindoshlar. Mushu bir yil avval qandaq bo'lganda Turkiya, Ozarbayjon o'tirib, Armeniya bilan Ozarbayjon o'tirib Turkiya talash tortish bo'lgan Qorabog' rayonining 50%ni olgandi. Endi Putin o'tirib 2 yil ko'tar qasqinini deyapti. Tog'liq Qorabog'ni uchiqini dedi. Uchiq gaplarni qildi. Menimcha bo'lgan chog'da Putin Ukrainani olib olgandan keyin bu yerda o'zining Rossiya imperiyasining to'liqlaydigan qismi, Ipak yo'lidagi muhim bo'lgan qism bu vaqtimizda Tog'liq Qorabog'ga qo'l uzatadi deb o'ylayman. Bu yana kimning manfaatiga eng jiq ziyon yetkazadi? Yana Xitoyga manfaatiga jiq ziyon yetkazadi qarindoshlar. Chunki Ipak yo'lining Zanguzur deydi o'tirib, shu Turkiya, shu O'rta Osiyo bilan tutashtiradigan muhim g'olliq liniyasi shu Qorabog' rayonida. Navada Putin o'tirib, masalan, Qorabog' rayonidagi bu yerda talash tortish bo'layotgan rayonni problemni men yechdim deb o'tirib, bu yana o'tirib mustaqil davlat qilib etib, uning hukmronligi, o'zi qo'g'daydigan hukmronlik kuchini o'ziga olib olgan vaqtimizda yana kimga ziyon bo'ladi degan vaqtda Xitoyga anjiq ziyon bo'ladi qarindoshlar. Ukraina masalalarini mushunda qarab tushundirsak, qarindoshlarimiz, bu temaga bakchiq kirib ketmanglar, bu tema bilan chiq jidallashib o'ltamanglar, diqqatinglarni u yerga qaratmanglar qarindoshlar, bak ko'p qaratmanglar. Buni albatta buning davrini qiladigan chiq insonlar bo'ladi. Sabab buni sizlarning deganinglarni to'g'ri Ukraina masalasiga diqqatni bu yerga tortishdiki asosli maqsadmi qaysi? Bizning Xitoy hozir to'xtamasdan mushayotgan erkiy qirg'inchilik orqali bu bizning qurolimiz mushayotgan Xitoydan diqqatni u yerga tortib undaq bo'lgan bo'lsa, siz Ukraina masalasi bilan bo'ling, Uyg'urlar bo'layotgan erkiy qirg'inchilik va mustaqillik davosidan yiroq turing deb o'tirib, har turli tashviqotlarni bo'ladigan noyat aniq. Chunki Ukraina masalasiga Turkiya kirgan vaqtimizda Turkiyaning u yerda qo'yib qo'ygan har turli jangchilari bor. U jangchilar vaqt kelib qolsa kirimiz deydi. U yoqdan o'tirib Qozoq, Qirg'iz, Chechen qatorliq ular u yoqqa Ukrainani qo'llab o'tirib, Rossiyani qo'llab turib u jangga kirdi. U jangga kirdi. Aniq jang bo'lib qolgan vaqtimizda. Bu yoqdan Turkiya Rossiyaga qarshi Ukrainaga jangga aralashgan vaqtimizda u yerda o'tirib har turli tashviqotlar bilan Erdo'g'an afandimning har turli jangchilar o'tirib u yerga kirdigani aniq. Yoki pulsiz yoki pulliq bo'lsin askarlar u yerga kirdigani aniq. Bu yerda o'tirib, bizga mediada ko'rsatish ko'rdingmi o'tirib, Ros andaqkan to'q. Bu yerdan o'tirib Uyg'urlar mandaq aralashibdi deb bu yerda diqqatimizni o'tirib shu Ukraina jidligiga tortishni bar bu siyosiy suiqasd ilmi kirib bor qarindoshlar. Shuning uchun bu ishlar kelgan vaqtda ularga hech qanday bir narsa demanglar. Biz bugun
Rossiyanın menfaatini de oturup, Rossiyani de oturup, başka bir kişinin mesela Türkiye'nin ornada turduğun hiç kandak bir haklık bir nimimiz yok, asasımız yok. Ya ki Rosni de oturup, mesela Türkiye başkalarla oturup birinin meydanı tarlaydıgan bizning hazır vaktinde hiç kandak bir asasımız yok kardeşler. Çünkü bizning birden bir en aşağıda düşmanımız o Xitay. Xitayga bo'lgan diqqatimizni aşağı bersak, en to'g'risi aşı şu. Türkiye qandaq yeyishidi, Rossiya qandaq yeyishidi, bu ular o'zlarining problemi. Albatta biz jang urushning bo'lmasligini umid qilamiz. Mushundaq reallik olib chiqqan vaqtimizda qarindoshlar biz butun diqqatimizni Xitoyga qaratishimiz kerak qarindoshlar. Mushundaq qilsak to'g'ri, qolgan vaziyat, qolgan reallikni biz amaliylashish jarayoniga qarata biz kuzataylik. Diqqatimizni qarindoshlar mushu Xitoyga qarataylik. Xitoy qarataylik. Endi oxirida deydigan so'zimiz meniki ko'pchilik bilan kelgan savolga asosan, masalan, bizningki da'voyimiz mustaqilligimizning yo'linish o'zgarib ketdimi? Da'voyimizning yo'linish, ya'ni ashlarning tili bo'yicha chiqadi, yo'linish o'zgarib ketdimi degan keyin bo'ldi. Yo'linish hech qanday bir yo'linish o'zgarib ketgani yo'q, qarindoshlar. Ularning tili bo'yicha vaqtida yo'linish o'zgarib ketgan bo'lsa, haqiqatan aşı bir türküm koçida qolgan bir kapkalarninki hayotida bir 5 tane o'tirib bir kitap o'qib baxmagan bir daltilninki aş biz vatanimiz Uyg'urda o'tirib ko'chada o'tirib choy ichib o'tirib gipin tayyorgan aşı talva aşı sarangning kallasida o'tirib 5 kitobni o'qib baxmagan o sarangning gipi gap emas qarindoshlar. Xalqda yuzuvada o'tirib chiqarib qo'ydi. Bunda etrafidagi nadan, ahmaq odamlarni gapga kirgizib, ahmaq qilish uchun ashundaq odamlarni qo'yib qo'ygan, chiqarib qo'ygan. Da'voning hech qanday yo'linish o'zgarib ketmadi. Yo'linish o'zgarib ketdi deb o'tirib, ularning degani bo'yicha bo'lsa, shular degan bo'lsa, debdi o'zgarib ketdi degan bo'lsa, ularning nuqta nazaridagi da'voning yo'linishi haqiqatan o'zgarib ketdi. To'g'ri o'zgarib ketdi. Qaysi yo'linish o'zgarib ketdi degan bo'lsa, aşı kapkilniki, bo'libmi muhim aşı Turkiyada bo'lgan aşı kapkilning, kitob o'qib baxmagan dalti kapkilning, nervisi rodnilib ketgan shu saranglarning degan bo'yicha da'vo o'zgarib ketdi desa, haqiqatan o'zgarib ketdi. To'g'ri. Chunki ularning nazaridagi da'vo qandaqda vaqti 70 yildan birisi Uyg'urlar Suriyada, Iroqda, Afg'onistonda to'xtamay o'ladigan. Xitoy hokimiyati yo'lda o'tirib chavak chaladigan ko'dimi Uyg'urlar terrorist bo'ldi. Uyg'urlar degan terrorist millat to'xtamay dokument chiqaradigan. Amerika g'arb dunyosiga o'tirib Uyg'urlarning Suriya, Iroq, Afg'onistonda o'lgan janglarini o'tirib butunlay dokumentlashtirib, buni yig'ib o'tirib Yevropaga, BDTga, Amerikaga tashlab o'tirib, ko'gina Uyg'ur degan shunday terrorist xalq bu. Ko'rdingmi? O'zining ziminlik ishi bilan chatig'i yo'q. Bizning ziminimizda shunday jidal mojaroni qilgan, shuning uchun necha million Uyg'urni biz jazo lageriga tiqib etgan. Ana buniga ishonmasang, ana Suriyada, Afg'onistonda hamma yerda o'tirib, mana shunday beguna insonlar bilan jang qilib yurdi, o'qilib yurdi, bo'qilib yurdi. Asli shunday bir shularga Xitoyga yaxshi faktlarni to'plab bergan Uyg'ur terrorist bo'lgan bir da'voti. Am bu da'vo o'zgarib ketib, bu da'vo 70 yildan bir shu Pakistanlarning shu qo'ynida yetib atgan Uyg'urlar terrorist bo'ladigan Xitoyga butun foydali dokument sharoitlar dokumentni Uyg'urni terrorist qilish uchun yoritilgan, izlayotgan dokumentni tepib beradigan bir da'voning yo'linishi bugun Amerikaning qo'liga o'tib keldi. Ular albatta bearam norozi bo'lib turib da'voning yo'linishi o'zgarib ketdi deydi. Mana o'zgarib ketgan nuqtasi bu. Çünkü Uyg'urlar terrorist degan millatdan, Xitoyning tili bo'yicha terrorist bo'lgan millatdan bugun irqiy qirg'inchilik uchirg'uchi millat. Uyg'ur irqiy qirg'inchilik uchrayotdi. Biz Uyg'urni saqlab qolishimiz kerak. Uyg'ur degan bir millat bu, qandaq millat bu irqiy qirg'inchilik uchrayotdi deb, masalan, Amerika Biden hukumati olimpikni o'tirib Uyg'urlar tufaylidan irqiy qirg'inchilikni boykot qildi. Yevropa, Amerikadagi butun shu demokratik davlatlar o'tirib, biz Xitoydan iborat bu razil kuchda Uyg'ur masalasi bo'yicha, Uyg'urning irqiy qirg'inchilik masalasi bo'yicha Xitoyning olimpikka bu qadam qatnashsak, Xitoyni qo'llagan bo'lib qolamiz deb o'tirib, bular olimpikka bormadi, hatto boykot qildi. Ko'rdingmi qarindoshlar? Shu kapkalarning, shu medallarning degan po'qachaqda haqiqatan o'zgarib ketdi. O'zgarib ketgani to'g'ri. Mushundaq bo'lish kerakdi. Ular bo'yicha bo'lganchaqda o'zgarib ketdi deb o'tirib, chavoq chaladi, o'zgarib ketdi deb o'tirib, ular qoqshaydi, datlaydi. Sabab nima?
Uyg'urlarning davosi yana Suriyada, Afg'onistonda har turli yerda Uyg'ur terrorist bo'ladigan Xitoy ko'plab dokumentlarni yig'ib dunyodagi davlatlarning hammasini qo'liga tashlaydigan, og'zini etadigan bo'lgan bo'lsa, ularning nazaridagi 70 yildan birisi Uyg'ur o'ladigan, terrorist bo'lgan davodan bugun Uyg'ur xalqi irqiy qirg'inchilik uchirg'ichi, Xitoy irqiy qirg'inchilik qilg'uchi degan davoga o'zgarib ketdi qarindoshlar. Onundan boshqa o'zgarib ketgan yer yo'q. Agar o'zgarib ketgan yer bor desa, o'sha medallar o'tirib qo'yib boqsa bo'ladi. Ikkinchilab o'zgarib ketdi. Ularning nazarida ikkinchilab o'zgarib ketdi degan bo'lsa, dunyodagi buyuk millat Uyg'ur millatining ismining dunyoda takror tilga ilinishi, hatto Amerika prezidentlaridan, Yevropa parlamentlarida, butun dunyodagi muxbirlarning og'zidan bu millat şu Uyg'ur davlatining haqiqiy zaminning egisi bo'lgan bu millatning ismining takror tilga ilinishi bir turkum bu millatni Xitoyga o'xshashli qurtimiz, yo'qtimiz, bu Uyg'ur degan old harfni dunyodan yo'qtimiz deydigan ash kafir Xitoyga o'xshash yajuj majujlar ashaddiy iflos turkistonchilarning nazarida Uyg'ur degan bu buyuk ismning takrorlanishi ularning nazarida o'zgarib ketdi. Shunday bo'lish kerak. Biz o'zgartib o'tish uchun harakat qilyapmizda. Shuning uchun irqiy qirg'inchilik davosini u maddallarga qarshi biz irqiy qirg'inchilik davosini o'tirg'i chiqardik. Chiqarish orqali mana bugun xalqaralashdik. Shu zaminda bugunga qadar o'layotgan, qirilayotgan, bugun tugayotgan bu old harf Uyg'urdan iborat bu ism dunyoning hamma yerida yangrashga boshladi. Xitoy kimni yo'qotmoqchi? Uyg'urni yo'qotmoqchi. Tashqi dunyodagi ashunda atalmış o'zini turkistonchilik bilan yo'g'ib olgan Xitoy g'olchilarining maqsadi nima edi? Ular ham Uyg'urni yo'qotmoqchi. Ondaqkan Uyg'urdan iborat bu ismning dunyoda takrorlanishi, hatto kelgusida o'tirib Uyg'urdan iborat bu millatning davlat qurish va davlatini asli keltirishda bu egilik huquqini to'niydigan davoga o'zgarib kelayotganligidan rahatsız bo'lgan Tungallar, Shalg'otlar, Uyg'ur millatining ichiga kirib olgan Uyg'ur tilida so'zlab o'tib, bu millatga ashaddilik bilan zaharxandlik qilayotgan Sigallarning avlodlari, Appag'o'jining avlodlari tabiiyki ularning nazarida bu da'vo o'zgarib ketgan bo'ldi. O'zgarib ketgani to'g'ri. Bravo. Da'vo yana o'zgarib ketdi degan bo'lsa, ularning nazarida, ularning qo'lida biz mush Uyg'urdan iborat bu narsani qalqon qilish orqali Xitoydan ko'plab pul olibdi. Ishlamaydigan g'olchilar bor. Ular olib pul olibdi. Shu pul bilan xotirjam yashaydi. Turkiya hukumati mi olibdi, Pokiston davlatlari mi olibdi. Endi ularning qo'lidan asta bu bizning ularning tildagi da'vo, bizning tilimizdagi mustaqillik ko'rishimiz ularning qo'lidan asta Amerika g'arb dunyosining qo'liga o'tishi ularning nazarida o'zgarib ketdi degan gap shu. Ularning til bo'yicha vaqtingizda o'zgarib ketib qaqshig'inning o'zi to'g'ri. Haqiqatan o'zgarib ketdi. Ularning qo'lida cho'ng bir da'vo qilamiz deydigan rasmiy qolmadi. Xitoydan olamiz deydigan turib jiq bu pullarni qolmayotdi. Amerika Uyg'urning mustaqillik davosini, Uyg'urning irqiy qirg'inchilik davosini Amerika Yevropada bo'lib, Amerika o'zi bevosita qo'lga elib olgandek o'tirib, mushundaq davoni qilishi ularning nazarida tabiiy o'zgarib ketgan. Tabiiy o'zgarib ketdi. Xitoy g'olchilarining qo'lidan bugun Uyg'urning mustaqillik davosi, irqiy qirg'inchilik davosi Amerika prezidentlari, Amerika parlamentlari Yevropadagi prezidentlar va Yevropa parlamentlari xuddi Yaponiya, Avstraliyaga o'xshash insonlikni so'ygan davlatlarning qo'liga o'tib ketishi bu davoning ularning nazarida haqiqatan o'zgarib ketgan andishlarini tushuntirganligidan iborat qarindoshlar. U ularning nazarida o'zgarib ketgani to'g'ri. Biz shunday o'zgartimiz. 70 yildan birisi Müslüman devletlerindeki qo'ynida yetib terrorist bo'lgan davodan biz o'tirib Xitoyni to'xtamay urdigan davoga o'zgartimiz deb davoga kirdik ya. O'zgarib ketgani to'g'ri. Qaqshaydi ular o'tirib, shunday yig'laydi ular. Chunki o yoqda o'tirib Xitoy aksi o'tirib, bergan pulni kanidan siqidi, to'xtamay o'tirib mushlaydi, to'xtamay o'tirib ularga besim shakllantirdi. Shuning uchun o'tirib ular to'xtamay o'tirib bu davoning yo'linishi o'zgarib ketdi deb o'tirib qaqshaydi. Hatto vaqt kelib qolsa qaqshab o'tirib o'lab qoladi qarindoshlar.
Tushundinglarmi? O'zgarib ketdi desam, mana shu 3 turli jihatlarni o'zgarib ketdi. Ularning qo'lida narsa qolmadi. Bizning mustaqillik da'voyimiz, irqiy qirg'inchilik da'vosimiz Amerika, Yevropaning qo'liga o'tib ketdi. Shu sababdan ular da'voning yo'linishi o'zgarib ketdi deb o'tirib yig'laydi. Bu büyük milletning 6 harfni dunyodan yo'qtimiz deb o'tirib qilayotgan bu Uyg'ur degan ismning takrorlanishi bu yerda o'tirib bularning nazarida haqiqatan o'zgarib ketgani shu. Chunki ularning g'arzi niyati Uyg'ur degan bu millatni yo'q qilish, aziminda mustaqil davlat quralaydigan va yoki egilik huquqni tubdan asliga keltiralaydigan bu millatni yo'qotgan vaqtning o'zida tabiiyki u davlat kimga qoladi? Kelgusi qurilgan vaqtning o'zida Xitoyga qoladi. Ashundaq o'tirib qeni buzuq millatlarga qoladi. Hech bo'lmagan chaqda yetmagan vaqtingizda Turkiyadan qizil turkni aka o'tirib, biz o'tirib shundaq bir davlat quramiz deydigan Xitoycha zihniyat bilan Uyg'ur millatining zihniyati emas, Xitoycha zihniyat bilan o'ylaydigan insonlarning nazarida hamma narsa o'zgarib ketdi. Inshaalloh bundan keyin o'zgarib ketadi. Yana cho'ng o'zgardi. Ular shunda qaqshab, yig'labla qoladi qarindoshlar. Shuning uchun men sizlarga deyin, biz hech bir zaman Stop Uyg'ur Genocide va Uyg'ur Independent deb bu da'vodan voz kechmaymiz qarindoshlar. Buni takror davomlashtiramiz. Uyg'urlar irqiy qirg'inchilik uchirdi. Irqiy qirg'inchilikni sen qabul qilding, buni to'xtatishing kerak dunyo. Deb o'tirib deyishimiz kerak. Irqiy qirg'inchilik uchirgan millatning dunyoda hech zaman o'tirib irqiy qirg'inchilikqa qirg'uvchi millatlar baravar yashab bo'lgan yeri yo'q. Birga yashagan yeri yo'q. Shuning uchun Uyg'ur xalqining tubki strategiyasi o'zining mustaqil davlatini qurish va yoki mustaqilligini asliga keltirish deb turib bu da'voni qilamiz qarindoshlar. Bu to'g'ri yo'limiz. Qarindoshlar. Oxirda men gapnim jiq uzatmay 46 minut o'tib ketdi. Eng oxirda deydig'ini masxirlik oldi men shunday deb Xitoyningki Olimpiyani boykot qilmaymiz. Mana shundaq nurg'un gaplar kelgan chaqda Amerika prezidenti Bayden degandikin buni boykot qilishning hojati yo'q. Og'zingni yum, boshqa narsani deb o'tirib shunday deganlar bor. Ularning tubki maqsadi qaysi bilamsizlar qarindoshlar? Qaysi degan vaqtimizda Xitoy dunyoda sharmanda bo'lmasligi kerak, tushundingmi? Xitoyning do'sti dunyoda ko'p bo'lish kerak. Amerikaning oldida Xitoy o'tirib har zaman ustun o'rinda turish kerak. Bu Xitoy va Xitoy g'alchilari Xitoy mushundaq dunyoga hukmronlik qilgan o'zining do'sti ko'p bo'lgan mushundaq yo'lga shart-sharoit hozirlab bergan Xitoy va Xitoy g'alchilari Olimpikni aslo boykot qilmadi. Aşı g'alchilar bugun o'tirib yana qanday qilyapti deysanglar, xotirjam o'tirib bak ko'ngli yerim oldi. Olimpikni ko'rib o'tirdi qarindoshlar. Ammo bu yengilgan Olimpik ko'ngli bak yerim oldi shu Olimpikni ko'rib o'tirdi qarindoshlar. Siz bizlar bo'lsak, alhamdulillah biz vijdonimizga loyiq, yuragimizga loyiq ashaddiy dushmanimiz Xitoyni ikkinchi qata xalqaro jamiyatlar birlashib o'tirib irqiy qirg'inchilikdan iborat bu qurollarga yana bir qata urdik. Ya'ni dunyo sap bir qata ayrildi desanglar bo'ldi. Uyg'ur millatining bugungi qiyin ahvolida ani ko'rdinglar, ashning yeniga bo'lgan 25 davlat, 13 dan ortiq musulmon davlatlari, qolgani diktator davlatlar Xitoyning sepidan o'rin oldi, qolganlar bo'lsa Uyg'urlarning sepidan o'rin oldi. Olimpikni boykot qilmagan Xitoy va Xitoy g'alchilarining hozir bugungi yurigi shu Olimpik bilan Xitoyning yana turgan 25 davlat bilan Olimpikni boykot qilmay o'tirib, hech bo'lmagan joyda mushunchilik davlatlarni saqlab qoldik. Ma pasanda Uyg'ur degan millatning da'vosi bo'lmagan bo'lsa, ular shunda qo'y da'vosi bo'lmagan bo'lsa, 2008-yilga o'xshash 87 dan ortiq davlat qatnashsa, butun dunyodagi boylar qatnashsa, butun dunyodagi prezidentlar qatnashsa, alamat Olimpik bo'ladi emasmi? Ma go'yla o'tirib irqiy qirg'inchilik da'vosini o'tirg'i chiqibdi. Bir turkum saranglar ularning nazarida bizlar saranglar o'tirg'i chiqibdi. Amerika hukumati buni boykot qilibdi. Uyg'urning irqiy qirg'inchilik tufaylidan, Tibet va boshqalar tufaylidan. Yevropa davlatlari ma insonlikni so'ygan dunyo buni qo'llabdi. Xitoy bugun bak ko'ngli yarim bo'lib qoldi. Ajamat ko'ngli yarim bo'lib ketdi o'tirib, ashlar bilan baravar o'tirib, yig'i bilan ichida o'tirib, Olimpikni ko'rib o'tirdi qarindoshlar. Takror yig'laydi Xitoy va Xitoy g'alchilari, takror yig'laydi qarindoshlar.
Ben bugün gipimni muşada to'xtay qarindoshlar. Jiq vaqtinglarni olmay, eng oxirida deydiganim qarindoshlar, Facebook meningki ko'rilish soni har sonda bak qattiq cheklimlar bor qarindoshlar. Shuning uchun men buni Facebook'tan kelib YouTube qachilayapman. YouTube biroz yaxshi. YouTube kanalimga a'zo bo'linglar qarindoshlar. YouTube'ning azraq bir soni cheklimasi bor ekan. Shu son to'shqa vaqtimizda men mushundaq live har turli ishlarni YouTube'dan qilishni plan qilyapman qarindoshlar. Azraq aqch to'lasamma, pul to'lasamma YouTube'ga pul to'lasak bo'laverdi ekan. Pul to'lasakmi men shu tashviqot ishlarimni